Park mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Benzinda harakatlangan, 60 ming probeg. Kraskalari top-toza. Mashinamiz holati ideal holatda, xudo xolisa. Boshlang'ich to'lov $1200 bilan chiqadi. Oylik to'lovimiz 5 yilga 3.870 mingdan bo'ladi mashinamiz. Ichki holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yangi holatda 60 ming probeg mashinamiz. Arqalarini ham ko'rishingiz mumkin. Bagaj qismimiz xudo xolisa. Mashinamiz zapaskalarida joyidan qimirlamagan. Holatlari zo'r, ideal holatda mashinamiz.